Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, YouTube tomoshabinlari. Soatiga 200 tonna suv tashiydigan salarkali nasos qidirib yurgan akalarimiz uchun Qo'qondagi sahiy do'konimizga xuddi shunaqa nasoslarimizni sotib yetib keldi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, kampiligida nimalari bor, narxi qanaqa, keyin dastavkalar bormi, yo'qmi, to'liq ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Unda motorlaridan boshlasak, 192 kam rasxod ekonomishning motorlar bilan jihozlangan. 18 talik eng katta motorlar bilan xo'sh, salarka rasxodlari soatiga 8 gram salarka rasxod qiladi. Benzindan afzalliklari 2 barobar kam rasxod hamda sutkalab ishlatsalaring bo'laveradi. Motori qizib qolmaydi. Xo'sh, motorlari ham tortqa orqali hamda kalitga stator orqali zavod qilsalaring bo'laveradi. O'zini akkumulyatorlari bor, akkumulyatorlariga tokni yig'ib zaryadlab beraveradi akalar. Pompalariga keladigan bo'lsak, xo'sh, 150 talik soatiga aytayotganimiz 200 tonna suv tashlaydi hamda 7 metr chuqurlikdan tortib 30 metr tikka qiyalikkacha haydab beraveradi akalar. Yanada to'liq ma'lumotni joylaringda tushuntirsalaring, o'shanga qarab har xil nasoslarimizdan bor, o'zimiz tavsiya qilaveramiz akalar. O'zini kampligida 30 metr pajarni shlankalari bo'ladi. Mana 2 qavat qalin, o'sha 90 davlenaga yaraydigan pajarni shlankalar bilan jihozlangan. Xo'sh, kampli holatda qo'shib beramiz. Vo'zdiqlari, o'zini balonlari bor, ramalarga o'rnatilgan, mana ko'rishlaring mumkin. Vibratsiyalarga ancha chidamli akalar. Xo'sh, ushbu nasosimizda akalar butun O'zbekiston bo'ylab chiroyli narxlarda yetkazib beramiz. Dastavka xizmatlari kelishilgan holda. Narxlariga keladigan bo'lsak, 730 dollarga shu Qo'qondagi sahiy do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin. Yanada to'liq ma'lumotni telefon orqali so'rashlaring mumkin. Bemalol zakaz beraverasizlar. Nomerlarni ekranga qoldiramiz.